Comstock kurti Pseudotachus tomstotkiku. Teng qanotlilar Homoptera, turkumi, mungubor chervetslar, Pseudotuchidae oilasiga kiradi. Bu tur asosan tut, mevali daraxtlarning xavfli zararkunandasi va karantin hasharot hisoblanadi. U 300 dan ortiq o'simliklar, daraxt va butalarning shox, butoq, poya, barg, meva va ildiz qismlarini zararlaydi. Comstock kurtining vatani Yaponiya hisoblanadi. Osiyoning Isroil, Livan, Suriya, Xitoy, Koreya, Pokiston, Shri-Lanka, Tayvan oroli, Filippin, Hindiston, Eron, Bangladesh, Birma, Vyetnam, Yaponiya, O'rta Osiyo respublikalari, Afrikaning Maydera oroli va Kanar orollari, Keniya, Janubiy Amerikaning Argentina, Braziliya, Paragvay, Urugvay, Markaziy Amerikaning Vest-Indiya, Puerto-Riko oroli, Avstraliya va Okeaniyaning Yangi Janubiy Uels, Yangi Zelandiya va Samo orollari, Shimoliy Amerikaning Kanada va AQSh mamlakatlarida, shuningdek, Rossiyaning Krasnodar, Stavropol va Primorye o'lkalari, Qrim, Kavkazorti va Markaziy Osiyo respublikalari hududlarida keng tarqalgan. Urg'ochisining uzunligi 2–2,5 mm, binafsha rangda, qanotsiz, oval shaklda, oq kukunsimon, mumsimon gubor bilan qoplangan, yon, boshi va tanasining oxirida 17 juft ingichka mumlipsimon o'simtalar joylashgan. Ulardan dumli juftlik tana uzunligining 2–3 qismiga teng. Moylovi 8 bo'gimli, uzunligi 5 mm gacha boradi. Erkagining uzunligi 1,5 mm gacha, qizg'ish jigarrang, bir juft qanoti bor. Ogiz apparati yo'q, rivojlanmagan. Qorin qismining oxirida ikkita oq uzun mumsimon ip joylashgan. Tuxumi yassi, tiniq sariq, keyinchalik oqish zargaldoq, xira, qobiqlari kondalangi bo'ylab burishgan. Birinchi yoshdagi lichinkaning uzunligi 0,5 mm, sariq binafsha, biroz kuchsizroq mumsimon guborli, moylovining 6 bo'gimida qisqa juftli o'simtasi bor. Ikkinchi yoshdagi lichinkasining uzunligi 1–2 mgacha boradi. Toq sarg'ish, binafsha, 17 juft o'simtasi bor, ulardan dumining o'simtasi tana uzunligining qismini tashkil etadi. Tanasi mum bilan qoplangan va moylovi 6 bo'gimli. Uchinchi yoshdagi lichinkaning uzunligi 1,5 mm, eni 0,5 mm, dumining o'rtasi tana uzunligining 1,3–1,2 nisbatiga teng. Moylovi 8 bo'gimli. Comstock kurtining birinchi yoshlari serharakatchan, 2 va 3 yoshlari kam harakatda bo'ladi. Tuxumlik davrida o'simliklar poyasi yoriqlarida, postloq ostida, shox butoqlarda va daraxt tanasi atrofidagi tuproqda 35 cm chuqurlikda qishlab chiqadi. Lichinkalari bahorda daraxtlar barg yozishi vaqtida tuxumdan chiqadi. Urg'ochi Comstock kurti tuxum qo'yish davrida tanani o'rab turgan oq paxtasimon xaltacha chiqaradi. Urg'ochi zotlarga aylanadigan lichinkalar va etuk urg'ochilar tashqi ko'rinishidan bir-biriga o'xshaydi. Comstock kurti erkak zotining rivojlanishi urg'ochinikidan farq qilib, bunda urg'ochiga aylanayotgan lichinka ketma-ket 3 marta tullaydi va so'ng tinim davriga o'tmay etuk urg'ochiga aylanadi. Erkak zotlarga aylanadigan lichinka uchun esa ikkita tinim davri xarakterlidir. Urg'ochi chervets otalangandan keyin o'z joyini o'zgartirmay ham ovqatlanishi mumkin. U tuxumlari etilishiga qarab 2 haftadan keyin tuxum qo'yish uchun joy axtarib o'simlik bo'ylab o'rmalaydi. Yangi qo'yilgan tuxumlarning rangi och sariq, ular ichida embrion rivojlanib borgan sariq qora rangga kiradi. Qishlagan tuxumlardan lichinkalar mart oyining oxiri, aprelning birinchi dekadasida paydo bo'ladi. Ular may oyining birinchi 10 kunligida tuxum qo'yuvchi zotga aylanadi va may oxiriga borib ikkinchilarda tuxumlardan lichinkalar chiqadi. Urg'ochi lichinka 3 yoshni o'taydi. Yosh lichinka rivojlanishi 12–16 kun, yosh lichinka 10–20 kun va yoshlari 8–14 kun davom etadi. Yozda bir avlod rivojlanishi uchun 42–65 kun yetarli hisoblanadi. Urg'ochi zoti o'rtacha 200–600 taga yaqin tuxum qo'yadi. O'zbekiston sharoitida 4 ta to'liq bo'lmagan avlod beradi. Mevali daraxtlarda Comstock kurti ko'proq gulkosacha va meva bandi, ba'zan mevahor yo'li bo'ylab joylashadi. Comstock kurti oziqlangan joydagi qobiqlarda shish paydo bo'ladi, novda sargayib so'ng to'kiladi. Sabzavot ekinlarida o'simlik ildizi atrofi, barglarda va ildiz mevasi, kartoshkaning ildiz bo'yni va mevasi, moyli ekinlar chervetsning koloniyalari bilan qoplanadi. Chervets Comstock lichinkalariga qarshi biologik usulda kurash olib boriladi.
Buning uchun Pseudoficus, Cryptolemus, oltinkoz va Leucops kabi tekinxorlardan foydalaniladi. Parazitning to'liq rivojlanishi uchun 17-21 kun yetarli va O'zbekistonda 7 ta avlod beradi. Bu esa xo'jayin hasharotdan 2 marta ko'pligini bildiradi. Karantin tadbirlar va kurash choralari. Qishloq xo'jalik ekinlarining zararlanmasligi uchun mevalarga ishlov beriladi. Chervets Comstock qurti tarqalgan mamlakatlardan keltirilgan materiallarni zararlanganligi karantin pitomniklarida tekshiriladi. Respublika karantin organlari xodimlari tomonidan har yili zararkunandaning yangi o'choqlarini aniqlash va yo'qotish maqsadida doimiy kuzatuv ishlari tashkil etiladi.